Viloyat hokimligi Migratsiya agentligining Andijon viloyati hududiy filiali hamda xususiy bandlik agentligi hamkorligida tashkil etilgan uchrashuv bevosita ish izlayotgan yurtdoshlarimiz uchun aniq yo'nalishlar beradigan maydonga aylandi. Tadbirda Yevropa davlatlari hamda Yaponiya tomonidan taklif etilayotgan qonuniy va kafolatlangan ish o'rinlari tanishtirildi. Uchrashuv avvalidan mavzu ochiq qo'yildi. Qaysi davlat, qanday kasb va nima shart? Xorvatiya, Germaniya, Bolgariya va Yaponiya ish beruvchilari bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik asosida taklif etilayotgan ish o'rinlari bo'yicha ma'lumotlar atroflicha taqdim etildi. Qariyalarni parvarishlash, qurilish, qassobchilik, avtomobil servisi hamda tibbiyot yo'nalishlari bo'yicha ehtiyoj borligi bilan tanishtirildi. Har bir yo'nalish kesimida ish vaqti, mehnat sharoiti, shartnoma muddati, talab etiladigan tajriba darajasi alohida izohlandi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi, Andijon viloyat hokimligi hamda Jo'brich xususiy bandlik agentligi bilan hamkorlikda fuqarolarimizga kafolatlangan yuqori maoshli ish bilan ta'minlash maqsadida xorijda ish mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Ushbu mehnat yarmarkasini tashkil etishdan maqsadimiz fuqarolarda chet davlatlarga borganda qiyin ahvolga tushib qolmasligi uchun, har xil holatda aldanib qolmasligi uchun, boshqa bir firmalar bilan noqonuniy ravishda shartnomalar tuzib qo'ymasligi uchun fuqarolarga tushuncha berib, ularda tegishli xususiy bandlik agentliklariga yo'naltirilyapti. Ushbu xususiy bandlik agentliklari Migratsiya agentligidan litsenziyalashgan 43 nafar xususiy bandlik agentligi bor. Shular orqali fuqarolarni ishga yuborish choralari ko'rilmoqda. Aytaylik, chet davlatlarda ishlayotgan fuqarolarimiz u yerda qiynalib qolsa, og'ir ahvolga tushib qolsa, shunaqa holatda Migratsiya agentligi ushbu holatlarda yordam beradi. Elektr santexnik, mexanik, haydovchi va payvandchi mutaxassisliklari bo'yicha ish beruvchilar bildirayotgan takliflar yig'ilganlarni qiziqtirib qo'ydi. Ushbu kasblar bo'yicha malaka va amaliy tajriba birinchi o'ringa qo'yilayotgani ochiq aytildi. Saralash jarayonida ishni bajarish ko'nikmasi ustuvor ekani misollar bilan ko'rsatildi. Xorijga chiqib ishlash jarayonida tuziladigan mehnat shartnomalari Migratsiya agentligi va xususiy bandlik agentligi ko'magida rasmiylashtirilishi bu qonuniy himoyani anglatadi. Shartnomada ish beruvchi xodim majburiyatlari aniq ko'rsatilgan bo'lishi bilan tanishtirildi. Jo'brich xususiy bandlik agentligi bugungi mehnat forumida, ya'ni Andijon shahrida tashkil qilingan mehnat forumida asosan Yaponiya, Germaniya, Bolgariya, Xorvatiya va Yevropaning boshqa rivojlangan mamlakatlaridagi aktiv vakansiyalar bilan 500 dan ortiq aktiv vakansiyalar bilan tashrif buyurdik. Albatta hammasi qonuniy, ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuziladi. Bugungi mehnat forumida ish beruvchining o'zi ham tashrif buyurgan, fuqarolarimiz tomonidan bemalol ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbat tashkil qilingan. Jo'brich xususiy bandlik agentligi har bir vakansiyani qabul qilishdan oldin albatta o'sha davlatga tashrif buyuradi, ish beruvchini o'rganadi, undan keyingina shartnoma tuzadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, albatta har bitta vakansiyamiz qonuniy, u joyda ish sharoitlari, ish o'rinlari, ish haqlarini o'rgangan holda fuqarolarimizga taklif qilamiz. Har bir ish beruvchini o'zini talabi bo'ladi, o'sha talablarga javob beradigan yurtdoshlarimizni biz tavsiya qilamiz. Ish beruvchi tomonidan qo'yiladigan talablarning asosiysi bu til talablari, mutaxassislik talabi, sudlanmaganlik, qarzdorlik, shu kabi talablar. Ish beruvchilar tomonidan yurtdoshlarimizga 1 yillik ishchi viza qilib beriladi. Ishtirokchilar ish haqi miqdori, yashash joyi bilan ta'minlash, sug'urta, shartnoma bekor qilinadigan holatlar, mamlakatga moslashuv jarayonlari yuzasidan bilimlarga ega bo'lishdi. Ayrim yo'nalishlar bo'yicha til talablari, tibbiy ko'rikdan o'tish shartlari ham batafsil tushuntirildi. Ish izlayotgan fuqaro bilan mas'ul tashkilotlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot yuzaga keldi. Shu jihat bilan uchrashuv xorijga chiqib ishlash masalasida aniq qaror qabul qilmoqchi bo'lganlar uchun muhim axborot maydoni vazifasini o'tadi.